Emente doktor, 3 yil ichida xulosamni chiqazdim. Davlat kechiradi, lekin muhimi qilgan xatolaringni o'zing tushunib yetishing. Qonun futbol emas, u bilan o'ynashib bo'lmaydi. Kutuvgani hech kim kelmaydi deb o'yladim. Kelibsan-da. Yaxshimisan og'ayni? Sog'intirib yubording-ku. Intizorlik bilan kutilgan narsa ancha mazali bo'lar ekan. Aqlli gaplaringga sani. Bo'pti, o'tir, haydi. Bitta joyga borib kelaylik. Og'ir kunda cho'zilgan qo'llar bir umrga esda qolar ekan. Meni qutqargan joylar chet bo'ladi. Ham ma'naviy, ham moddiy. Mujiklar ko'p bu yoqda. Haydi o'rtoq. Qalay taassurotlar? Nima qilmoqchisan endi o'rtoq? Shaharga mendagi soxta Robin Hood kerak emas. O'sha kamollarim ham eskirdi. Hazilkash. Xo'sh, ijodchi. Tugadimi, bo'ldimi? Ijodmi? Endi boshlandi-yu. Qonun chegarasidan chiqmay, akkuratni ishlaymiz. Vatanim menga ikkinchi imkoniyatni berdi. Bu yog'iga jamiyatga foydasi tegadigan inson bo'lmoqchiman. Bunaqa sharoitlarni qilib bergan yurtboshimizga, xalqimizga kattakon rahmat. Gap yo'q, tushunibsan. Ha, aytgancha, yaqinlaring qani? Har kim hurmati tugagan joyda tushib qoldi. Og'ir kunimda turmaganlar menga yaxshi kunimni ham kerak emas. Hozircha o'zimman. Ha, bo'pti. Yaxshi gaplardan gaplashaylik. Comeback muborak, Radnoy. Endi u sizni qiynamaydi, xatolarini qaytarmaydi.